Allohim hammamizga yaxshi kun, yomon kunlarni yozib qo'ygan. Chidasak, sabr qilsak, hammasini ko'rib boramiz do'stlar. Biz niyatimizga yarashib beradi Allohim. Mana do'stlar ko'ryapsizlar, oddiy oila. Lekin kecha shu pechka sababli uyi shunday holatga kelib qoldi do'stlar. Sizlar rozimisizlar? Mana shu Jamol akamiz bizga ajratgan umrani pulini shu uyga tashlab ketyapmiz do'stlar. Sizlar rozi bo'lsalaring bo'ldi. Biz sababchi bo'lib qolyapmiz xolos do'stlar. Haligi eskilardan bitta gap bor, Nodirbek bilasizmi? Qo'shnining boshiga kulfat tushganda sen haj amal qilishga haqqing yo'q. Haqiqatan Allohim shunday chevarki, to'g'rilab qo'ydi. Qaranglar do'stlar, mana shuncha qo'shnilarga ham, videoni ko'rib turganlarga ham katta rahmat. Mana Jamol akamiz do'stlar.